Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan Sherzodjon do'stimiz keldilar va bizdan Kansi firmasini 5600E modelidan sotib oldilar. Sherzodjon bu modelni olish va kim sizga tavsiya qildi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu modelni kursdoshimiz, og'aynimiz Qashqadaryo viloyati Nishon Kitob tumanidan Muhammadjon kursdoshimiz bor edi. U yoq sizdan o'z apparatlarni olgan 3 yildan beri foydalanib, yaxshi ijobiy natijalar, aniqlik hammasi joyida. Mana gapning ma'nosi 3 yil oldin. Do'stlar, e'tibor beringlar. Bizdagi 1 yil oldin, 6 oy oldin tashkil etilmagan, 3 yil oldin olganlar. Biz 6 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Demak, 3 yil oldin olgan mijozimizni jo'ralari mana shu modelni olyaptilar. Gap yo'q. Xuddi shunday. Bizga ham yoqdi. Ishlaringizga omad. Rahmat. Rahmat. Nasib bo'lsa, el xizmatida bo'lamiz. Rahmat. Ishonch uchun rahmat. Muhammadjonga ham rahmat. Mana 3 yildan beri demak muammo bo'lmaganki, sizga taklif berganlar. Albatta. Ishonchli deganlarki, shu modelimizni mana do'stimizga hozir olib borib, ishlatib, ko'rsatib, asosiy 4 ta funksiyasini o'rgatib berdik. Qolganini xudo xolasa hayot davomida yana o'rgatib boramiz. U Muhammadjonni ham o'rgatgan bo'lsak, bu ham kelib 1 oy, 2 oy yotib o'rgangani yo'q. Asosiy videolarni tashlab o'rgatganmiz. Sherzodjon sizga ham shuni o'rgatib boramiz. Va boshqa asbob anjomlarni olgan ekanlar. Ularni ham sekin-sekin kam yig'ib borgansizlar. Albatta. Hamma narsangiz bor. Bilan, ha. Endi bitta taklif beramiz, bitta Instagram ochib, o'sha Telegram bilan o'zlarini qishlog'i yoki o'sha tumanni nima deydi, mana shu narsalar borligini bildirishingiz kerak-da. Ha, xudo xolasa ochamiz. Hamma sharoitlar bor, hamma imkoniyatlar. Operatsiya qilasiz. Ha, operatsiya qilamiz. Servalar, Gap yo'q. sun'iy urug'lantirishlar Bor, hamma narsa. Hamma sharoit bor. Ha, albatta. Bitta o'zi qo'ygan ekan. Faqat o'zi qo'ygan. Ha, gap yo'q. O'ziga Do'stlar, o'zi xizmatlari ham mana mavjud. albatta. Do'stlar, mutaxassisimiz Yetuk Nishon tumani bo'ylab, Qashqadaryo viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatadilar. Demak, tuyoq bo'yicha ham ishlaysiz. Albatta. Ha, tamom, universal ekanlar. Albatta. Demak, do'stlar, telefon raqamlarini joylab ketamiz. Qashqadaryo viloyati va Nishon tumanlariga xizmat ko'rsatadilar. Telefon qilsangiz borib xizmat ko'rsatib beradilar. Mana Uzi apparatni ham eng qimmatini olganlar. Dog'da xo'jasi deydi-ku, eng zo'ridan o'zlari tanlab, mana 11 xil Uzi apparatdan hammasini ko'rib, o'zlari ko'ngillari yoqqanini oldilar. Ko'rishingiz mumkin. Bu Germaniya bilan qo'shma korxona, Xitoyniki ishlab chiqarilgan. Bu firmani biz Xitoyga borib, zavodiga kirib ko'rganmiz va o'sha firmaniki garantiyalari hammasi qilib beriladi. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Ishonchingizni oqlaymiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Hozir biz Kansi 5600E modelini Sherzodjon do'stimiz Qashqadaryoga sotdik. Yaxshi jarayonda ketmoqda. Hozir mana ko'rdilar. Hozir videoga olamiz. Qanaqa? Kuzatib boraylik. Chanoq suyak mana bu. Dalchichga kiramiz. Passoqqa, pastga mana. O'zi sidik foydan keyin chegarada turib mana bo'ladi. Sal ichga yoqdi. Salgina. Unga chap o'ynating. Qo'lni yaxshilab ko'rganingizdan keyin ko'zingiz bormi? Bo'ldi. Televizorni bosing. Bo'ldi, qo'yib oling. Bo'ldi, qo'yib oling. Mana oldik. Endi qarang. Mana filtrni bosdik. Qarang, mana sidik bak. Endi qarang. Mana yerda chini degan narsasi bor. Mana shuni 1, 2, 3. Ko'zing videosini chiqarib. Egasi ko'rsatasiz. Mana bo'ladi. Ko'rdingmi? Bo'ldi. Yotibdi. 2 oylik atrofida. 2 oylik atrofida. 2 oylik.
Ko'rdingizmi? Mana sidik farqi mana bola. Sal molimizni usha olmadik, shuning uchun sal videomiz ana bo'ldi, mana bola. Video olishni ham o'rganib oldingiz mana. Mana shu molimiz bo'g'oz chiqdi. Siz uchun qanday fikr? Fikrimiz ijobiy, yaxshi. Katta. Hammaga tavsiya qilamiz. Yo'q. Olishsin, xalqimizga sifatli xizmat ko'rsataylik. Yo'q aka. Nazim molimiz qisir chiqdi. Qisir bilan bo'g'oz farqini bilib oldingiz-a? Albatta. Yaxshi reklamadan farq katta ekan, reklama tekshirardik. Farq katta ekan, zo'r. Hammaga tavsiya qilamiz. Bu mana tashqaridan ko'rish. Mana ko'rdingizmi bolani? Uzoqlashtiring sal. Ana shuni bosasiz, uzoqlashadi. Salgina anaqa qilasiz. Çoğuluklar varsa. Hozir. Qo'lni harakatlantiring, o'ngga chapga, o'ynatib. Bolani usti ichi bilan ko'rib olyapsiz aka. Tushundingizmi? Bolani ichi bilan ko'ryapsiz. Mana shu bola, ana shu. Qora bor-ku? Ana shu bola. Bolani ichi bilan ko'ryapsiz. Mana bu. Qora bor-ku, ana shu bola ichi bilan ko'ryapsiz. Bolani ichini ham ko'ryapsiz-da. O'ynating, o'ngga chapga qo'lni. Sal yana ichkariroq qanday itarib o'ynasangiz, qovurg'alar bilan ko'rinadi. Qo'lni mashq qildirish kerak. Yaxshi. Karin qo'lachalar pastga qo'yana. Mana bu yerdagi mavzu endi shunday. Yo bu Karin yerda. qo'llar pastda, ana shu qo'lingizdagi. Mana bu Pastda. Da o'ynatib boring, o'ngga chapga o'ynatib. Mana shumi? Yaxshi. Qalay? Zo'r gap yo'q. Dimiq deganlik issiqda. Ha, biroz so'raydi. Qo'shalarimiz. Aka, Rustam aka bunisi oxirgi tushgan. Aka 4,5 oylik. Yana go'da tug'adimi? To'g'ri. Qo'y qanchada tug'adi? 5,5 oydan? 5,5 oyda tug'adi. Hech bola yo'q. Yo'q aka. Tajriba qilib. Endi ko'rsangchi. Ana bola. Ko'rdingizmi? Pastdagi. Voy mo'nikida ko'rinyapti, ko'rdingizmi? Qarang, ekranchani borku bosing, yaqinlashtiradi. Salgin bosing. O'ynating, ungacha ana yaxshi ko'rindi, ko'rdingizmi? Ana. Ko'rdingizmi? Ana shu bola. Xo'p, bolamiz borku, 2 oyliklar bor. 2 oylik. Sal bu yoqda o'ynating. Qo'li yengil keling. Ana shu ovoqchani topsiz-ku, o'sha ustiga yurib ketavering. Ketdik tepa, Yana yuring, mana shu. Chiqarganda tiqqanday tiqavering-da. Ko'rdingizmi? Boyagilarda birontasi bunaqa chiqmadi-da. Ana shu yoqqa. Bos, qatorga, o'ngga chapga. Oyog'ini bosib sal uzoqlashtir. Bos, yana bos. Bo'ldi. Hech narsa ko'ringan yo'q boyagida. Aylantir. Ko'rdingizmi? Boya siz ko'rganingizda bor. Bularda yo'q hech narsa. O'zi qilish joyini ko'rmang. Mana yilini oldilari ana shu och anusida ko'raverasiz. Bemalol bosib olib. Mana shaqillatib tepadi. Mana shu qo'yni ko'rishda zo'r ko'rsatadi kansi. Tamom ishlaydi. Qarab oq-poq ko'rsatadi. Bir narsani ko'rsatdingiz. Endi regrovkasiga ham bog'liqda. Bizda bitta regrovkaga ushlab olamiz, o'sha regrovkani o'ynaymiz. Kansiyaga regrovkani eng baland tochkaga qo'yib qo'yganda. O'zi narxi qancha Rustam aka? Xo'p, hozir
$3050 sotildi. Bir Qashqadaryolik ekan, klient. Bularmi? Yo'q, men uni bir narsa ko'rmadim. Yashanga hech narsa yo'q. Yo'q, shunaqa. Hozir ko'ring.